Mana kalibrovalar yaxshi turibdi. Kisli torf plus neytralizovanный torf. Kisli torfi ko'proq. Mana buni endi bu tomirotgani mana. Mana tomirlariga quvonib, suyunib o'tiribman mana stakanda. 1 oydan oshganda tomirotdi mana. 10-oktyabrda qo'yildi mana. 15-noyabrda tomirotibdi. Bu kisli grunt bilan neytralizovanный torfniki. Mana yana bitta idishdagi kalibrava. Yaxshi ko'rgan turpog'ida juda yaxshi turar ekan. Hali tomirotganini ham rezultatini ko'rsataman. Juda chiroyli turibdi. Burungi safar qilganimda kisli torfim yo'q edi, bunaqa emas edi. Juda zo'rg'a qoluvdi. Mana